Men boshqa qizni yoqtirib qoldim. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Boshqa qiz topdim, sendan zerikdim. Men uni yaxshi ko'raman. Siz hazillashyapsizmi? Ba'zi seni sevaman. Sen tashlab ketmayman, sen uylanaman degandingiz-ku. Qo'ysang shunaqa gaplarni, bularni hammasi skaska-yu, prosta seni o'rash uchun aytganman shunaqa gaplarni. Короче, gapim to'g'ri tushunding-ku. Boshqa ko'rishmaymiz. Instagramdagi rasm videolarimizni ham o'chirib tashlaysan. Mayli, meni sevmasang ham roziman mayli. Menga qayg'urmasang ham mayli. Meni yo'qlamasang ham mayli. Men boshqa qizni yoqtirib qoldim. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Men boshqa qizni yoqtirib qoldim. Sendan zerikdim. Nima? O menga qara balabol. Seni sevaman, senga uylanaman deganding-ku. Sen nima? Gapingga javob bera olmaysanmi? Mujik. O'sha topgan qizingni ham, seni ham yirtaman. Понятно? O'zingni bos. Bo'ldi, men hazillashdim. Prosta sen nima deyishingni bilmoqchi edim, joninam. Seni yaxshi ko'raman, bilasan. Shunaqa bo'lsa, davay, tusha oldimga, mujik. Bo'ldi. Siz juda hozir yomon bo'lardimi?